Twitter kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz Python bo'yicha kurslarimizning 30-darsini olib o'tamiz. Ya'ni 30-darsimizning mavzusi bizda 29-darsimizda o'tilgan mavzuning ikkinchi qismi hisoblanadi. Keling, mana bu yerga ikkinchi qism deb yozib qo'yamiz. Ya'ni biz 29-darsimizda qog'oz qayish quduq o'yini, ya'ni Solifa o'yinini yaratishni o'rgangan edik va biz oldingi darsimizda deyarli to'liq Solifa o'yinini yaratdik va bizda barchasi ishladi. Ko'rib turganingizdek, bizda qog'oz yutqazdingiz va o'yinchining ma'lumoti, botning ma'lumoti haqida barcha ma'lumotlar bizga berildi. Va yana bir eslatmoqchiman, agar siz bu 29-darsimizni ko'rmasdan 30-darsni ko'rayotgan bo'lsangiz, videodan pauza qo'yib, kanalimga kirib, albatta birinchi va 29-darsni ko'rib olishingiz kerak bo'ladi. Chunki bugun biz 29-mavzuda qilingan narsalarni takrorlamaymiz va biz aksincha uni davom ettiramiz va bizning 29-darsimizda qilingan Solifa o'yinining bir nechta kamchiliklari bor edi va birinchi eng muhim kamchiligidan birini hozir sizga aytib o'taman va bu bizda ya'ni o'yinning davomiyligi hisoblanadi. Ya'ni biz bu o'yinda faqatgina bir dona raund o'ynashga olgan edik va ko'rib turganingizdek, biz faqat o'yinchi, bot va siz yutdingiz degan javob chiqib keldi va bizning o'yin yakunlandi. Ko'rib turganingizdek va biz yana bir marta buni davom ettirish uchun biz yana bir marta bu kodimizni boshqatdan amalga oshirishimiz kerak bo'ladi va bu programmani ham qiynaydi va bizdan ko'p vaqt talab qiladi va biz buning uchun o'zgartirish kiritishimiz kerak, ya'ni while siklini o'zgartirish kiritishimiz kerak va albatta men 29-darsimizda va'da berganimizdek, bugun biz ayni o'sha while sikli va boshqa komandalarni oldingi yozgan komandalarimizdan farqli bo'laroq, sal boshqacharoq ko'rinishda amalga oshiramiz va o'ylaymanki, bu komandalarni siz ko'rib yangi narsalar o'rganasiz degan umiddaman. Xo'p, birinchi bo'lib biz while deb yozib olishimiz kerak bo'ladi va oldin biz shunchaki while true degan komandadan, ya'ni sikldan foydalanar edik. Ammo bu juda ham oddiy hisoblanadi va bugun biz salgina murakkabrog'idan foydalanamiz va keling, endi bularni qilishdan oldin biz bitta narsani amalga oshirishimiz kerak bo'ladi va bu bizda aynan ko'rib turganingizdek, bizda mana bu yerda xatolik chiqib turibdi. Chunki bizda bularning barchasi elif, ya'ni while'ning qatori, ya'ni pastki qatorida turmayapti va while'ning pastki qatori taxminan mana shu yerda bo'lishi kerak. Ammo siz hozir barchasini mana shunday qilib chiqishsa, sizda juda ham ko'p vaqt talab qiladi bu jarayon va shuning uchun bugun o'rganilgan yana bir kichkinagina, qisqagina narsa bu. Siz bu narsani amalga oshirishingiz uchun shunchaki mana bularning barchasini siz tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Va yo'q, bularni barchasini tanlashdan oldin biz mana bu while true'ni mana bu yerdan tepadan qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chunki mana bularni biz hozir olmasak, bizda bir marta bo'ladi va ikkinchi marta takrorlayotganda bizda ma'lumotlar so'ralmay qoladi va shuning uchun biz qo'yamiz va endi bularning barchasini o'sha aytib o'tganimdek while'ning qatoriga tushirib olishimiz kerak bo'ladi. Va buning uchun biz mana bularning barchasini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizga kerakli bo'lgan so'zlarni, ya'ni kodlarni biz tanlab olishimiz kerak bo'ladi va ularni o'sha while'ning teng tagiga, ya'ni to'g'ri qilib qo'yish uchun biz shunchaki bitta klik, ya'ni tab klavishini bosamiz va ko'rib turganingizdek, bizda barchasi while'ning tagida tushdi va endi keyingi qiladigan ishimiz bizda mana bu while true'ni aytib o'tganidek, biz buni sal boshqacharoq ko'rinishda qilamiz va biz while true'ni oldidan true'ni olib tashlaymiz va while'ni salgina pastroqqa tushirib olamiz. Va pastdan biz yana bir o'zgaruvchanlik linkini yaratishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni keling, o'sha videorolikni boshlayotganimdek, bizning o'yinimizning davomiyligi. Keling, davom degan o'zgaruvchanlik linkini yaratamiz va uni tenglattirib olamiz true'ga. Ya'ni bizda while'ni oldida turgan true'ga tenglattirib olishimiz kerak bo'ladi. Va o'sha birinchi boshlang'ich darsimizda o'tganimizdek, bu bizda boolean turdagi
ma'lumot hisoblanadi va endi biz while'ni oldidan true emas, balki aksincha davom teng true deb yozishimiz ham mumkin edi. Ammo biz bunday qilmasdan, ya'ni bizda mana bu uzun qilmasdan, uzun qilib yozmasdan biz shunchaki while davom deb yozib qo'ysak bo'ldi. Chunki biz tepada allaqachon aytib o'tganimiz, ya'ni bizdagi davom true'ga teng, ya'ni u to'g'ri hisoblanadi va shuning uchun biz bu yerdan davom teng true deb yozishimiz shart emas. Va keyin endi tekshirib ko'ramiz va bizda hozircha bittagina xatolik bo'lishi aniq. Hozir biz masalan qaychi deb yozganimizda ko'rib turganingizdek, siz yutdingiz, siz yutdingiz, siz yutdingiz degan mana bunday cheksiz ma'lumotlar to'plami yig'ilib qoldi. Va mana bularni biz keling joyiga qaytarsak, joyiga qaytaramiz. Stop and return. Va biz endi mana bu yerga qaychi deb yozsak, ko'rib turganingizdek, bizda ma'lumotlar chiqyapti va bizda ko'rib turganingizdek, o'yinchi qaychi dedi, bot ham qaychi dedi. Ammo ko'rib turganingizdek, bizda mana bu yerga pastga qarab cheksiz tarzda bitta ma'lumot qaytariladi. Ko'rib turganingizdek, bizning tarafdan ham faqat qaychi deb aytyapti va bot tarafda ham qaychi, chunki bot birinchi bo'lib qaychi tanlagan. Va biz bu xatolikni to'g'irlash uchun aynan mana bu yerdan player bot, ya'ni bizda player bot, ya'ni foydalanuvchi, ya'ni bizdan olinadigan ma'lumot va bot beradigan ma'lumotni Ctrl X qilib olamiz va pastdan qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va buning asosiy sababi esa hozir bizda cheksiz ma'lumot chiqdi va u ma'lumot ham oddiy emas, balki bir xil ma'lumot edi. Chunki bizda mana bu so'rovnomani to'ldirish faqatgina bir marta amalga oshdi va bizda faqatgina bitta ma'lumot qabul qilindi va ikkinchisi qabul qilinmadi. Va bizning while siklimiz davom etaverdi va bizda ko'rib turganingizdek o'shanday cheksiz bo'lgan to'xtovsiz nima desam sikl yaraldi. Va keling keyin qiladigan ishimiz, hop bizda xatolik chiqibdi 9-chi chizig'imizda while player is not in allow. Hop, keling mana bularni biz Ctrl X qilib mana bu yerdan qo'yamiz. Va keling tekshiramiz, xatolik chiqadi. Va ko'rib turganingizdek, bizda xatolik yo'q bo'ldi. Chunki bizda mana bulardan oldin bizda birlari birinchi bo'lib turishi kerak. Chunki hozircha bular bizda shunchaki bo'sh narsa, player aynan bo'sh narsa va bot esa bizda birinchi bo'lib turishi shart. Va keling endi buni qilib bo'ldik va pastni ochamiz. Va biz keling xohlagan bir usulli fondan bitta belgini qilamiz. Masalan, quduq deymiz. Va ko'rib turganingizdek, o'yinchi quduq dedi. Bot esa qog'oz dedi, siz yutdingiz va bizda yana bir marta u narsani so'raydi va bizda aytib o'tgandek, bizda cheksiz tarzda so'raveradi va bizning o'yin tugamaydi. Ha, biz mana bu yerga xato qilib qaychi yozdik, shuning uchun ham bizda boshqatdan so'radi va endi biz qaychini to'g'ri qilib yozadigan bo'lsak, mana bunday keling qaychi deb yozamiz. Va ko'rib turganingizdek, biz qaychi dedik, bot ham qaychi dedi va bizda durang hosil bo'ldi va u bizda qaytarilib ketaveradi. Biz mana bunaqa yozsak, bizda qayta nima deydi, mana bunday ma'lumotlar chiqib kelmaydi va ma'lumotlar chiqib kelgani bilan bu jarayon ham bizda cheksiz jarayon hisoblanadi. Chunki biz bu jarayondan hech qanday qilib chiqib keta olmaymiz va o'sha o'tgan darsda aytgandek, biz cheksiz qilganimizga yarasha, ya'ni o'yin davomiyligi cheksiz bo'lganiga yarasha biz uni qanday qilib to'xtatish mumkinligi haqida ham o'rganishimiz kerak bo'lishi shart. Va biz endi pastdan yozishimiz kerak bo'ladi yangi komanda va birinchi bo'lib biz o'zgaruvchanlik linkini yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni keling yana degan o'zgaruvchanlik linkini yaratib olamiz, chunki bizda yana o'ynaysizmi yoki yo'qmi degan so'rovnoma qilishimiz kerak bo'ladi. Va yanani input qilamiz va uni oldidan yana o'ynaymizmi deb yozamiz. Yana o'ynaymizmi deb so'rab qo'yamiz va qavsni ichiga biz yozishimiz kerak bo'ladi. Ha yoki yo'q. Keling, yo'q deb yozamiz, chunki foydalanuvchi yozayotgan vaqt mana bu belgisiga erinib qolishi mumkin va uni qo'ymasdan yozib yuborishi mumkin va ikkita nuqta probel qo'yamiz va pastda endi qiladigan ishimiz if komandasini foydalanamiz. Va ifni qo'yganimizdan so'ng biz if yana teng
ha qiladigan bo'lsak, print yo'q, print emas. Biz print qilishdan oldin keling sizga yana bir narsani o'rgataman. Biz aynan mana bu yerga ha yoki yo'q dedik va keling o'rgatishimdan oldin har doimgidek oldingi darslarimizda Python ma'lumotni to'g'ri qabul qilishi uchun, ya'ni foydalanuvchi katta, kichkina harf yozsa ham to'g'ri qabul qilish uchun biz mana bunday lower case qo'yamiz va bu yerga ham kichkina harflarda yozamiz va shunda barchasi bizda to'g'ri ishlaydi. Va biz mana bu yerda ham aytib o'tgandek antiqaroq usul bilan foydalanamiz va mana bu yerga if not deb yozamiz. Ya'ni bizda yana teng bo'lmasa ha, ya'ni foydalanuvchi yana bir marta o'ynagisi kelmasa degan ma'noni anglatadi va biz pastdan ko'rib turganingizdek bizda davomiylik true bo'lib turibdi va aynan shu true bo'lganligi sababli bizda mana bular cheksiz qaytarilaveradi. Ammo bizda qachonki davom, ya'ni mana bu davom o'zgaruvchanlik linki false bo'lganda bizning mana bu while jarayonimiz o'z yakuniga yetadi, ya'ni tugaydi. Va shuni esa biz hozir pastdan yozamiz. Va pastdan davom, ya'ni o'sha bizning tepada yozilgan davom, ya'ni bizning while siklimizning asosiy kaliti teng false deb yozamiz. False. Va biz hozir nima dedik? Agar biz har bir mana bu raunddan keyin biz u haqda foydalanuvchi kiritgan ma'lumot, bot kiritgan ma'lumot va yutdik, yutqazdik yoki durang haqida ma'lumot chiqadi va undan keyin esa bizda aynan yana o'ynaymizmi degan ma'lumot, ya'ni so'rovnoma chiqadi, ha yoki yo'q. Va agar foydalanuvchi ha demasa, ya'ni yo'q desa, bizda davomiylik false bo'ladi va bizning barcha mana bular ham false yalinadi va bizning siklimiz tugaydi, ya'ni bizning Pythondagi proyektimiz ham tugaydi. Va agar foydalanuvchi ha desa, agarda ha desa, bizda davomiylik false, bu narsa xato hisoblanadi va bizda bu narsa amalga oshlamaydi va bizning o'yinimiz davom etaveradi. Va keling endi buni tekshirib ko'ramiz. Keling masalan bu yerga qog'oz deb yozamiz. Qog'oz deb yozsak, ko'rib turganingizdek o'yinchi qog'oz dedi, bot esa qaychi dedi, siz yutqizdingiz degan javob chiqib keldi. Va bizdan so'raydi, yana o'ynaymizmi? Ya mana bu yerga yana o'ynatdimizmi bo'lib qolibdi. Keling to'g'rilab qo'yamiz hozirdan. O'ynaymizmi va keling yana bir yurg'ishdan oldin mana buni tekshirib ko'ramiz. Biz agar ha desak, ko'rib turganingizdek bizga yana bir marta so'raydi. Agar biz bu yerga quduq deb yozsak chiqib kelaveradi. Quduq qog'oz, biz yana yutqizdik va biz agar yana o'ynaymizmi deb so'raydi. Biz yana ha deymiz va birini tanlang. Masalan, keling quduq deb yozsak, qusuq deb yozdik. Bu bizda xato hisoblanadi va shuning uchun ham bizda javoblar chiqib kelmadi. Quduq deb yozamiz va o'yinchi quduq, bot quduq va do'ray. Va endi biz bu yerga ha deb yozmasak, ya'ni yo'q deb yozsak, bizni ko'rib turganingizdek o'yinimiz o'z yakuniga yetdi va keling endi biz oxirida bizning o'yinchimizga rahmat aytib u bilan xayrlashamiz. Va keling print qilamiz va printni ichiga o'yiningiz uchun rahmat deb yozamiz. O'yiningiz uchun rahmat va unda o'qiyamiz. Keling endi buni oxirgi safar bittada tekshiramiz va ya'ni birini tanlang. Qog'oz, qaychi, quduq. Keling qaychi tanlaymiz va ko'rib turganingizdek o'yinchi qaychi dedi, bot quduq dedi. Biz yutqizdik. Yana o'ynaysizmi? Va biz bu yerga yo'q deb yozamiz. Va ko'rib turganingizdek o'yiningiz uchun rahmat va bizning o'yinimiz o'z yakuniga yetdi. Xo'p, bugun darsimiz shu narsalardan iborat edi. O'ylaymanki, bu dars sizga juda ham foydali bo'ldi va bugungi darsimiz bizning 30-dars, ya'ni 29-darsimizning ikkinchi qismi edi, ya'ni 30-dars edi. O'ylaymanki, bu video sizga yana bir marta foydali bo'ldi. Agar siz bu videorolikni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, albatta like va Split'da kanalga obuna bo'lishni unutmang va bugun darsimizda o'tilgan barcha kodlarni yodlab olishni unutmang. Bu sizga kelajakda juda ham katta foyda beradi. Hammaga xayr.